Odilova Xolidaxon Muzaffar qizi 1999-yil Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida tavallud topganman. Birinchi yili o'qishdan yiqilgan paytimda onam aytgan, faqat o'qigan insonlarning farzandi o'qimishli bo'ladimi degan gaplari menga qattiq ta'sir qilardi-da. Sabr qilgan odam hamma narsaga erishadi. Haqiqatni achchiq bo'ladi-ku, lekin yuziga aytishi orqadan gapirgandan ko'ra yaxshiroq tuyuldi-da menga. Misol uchun, nima desam ekan, to'g'ri so'zlik bor ekan. Halollikni ko'proq sezdim-da. Misol uchun, bu begona-ku, bu boshqa-ku degan narsa emas, faqat o'zidan qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilishlar ekan. Men Odilova Xolidaxon Muzaffar qizi 1999-yil Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida oddiy oilada tavallud topganman, lekin shunday bo'lsa-da, ota-onam o'zlari misol uchun oliy ma'lumotli bo'lmaganliklari uchun ham farzandlarini, ya'ni oilada ikkita farzandmiz, akam va meni oliy ma'lumotli qilishga, jamiyat uchun kerakli shaxs bo'lib ulg'ayishimizga qo'llaridan kelgancha harakat qilishgan. Maktabda o'sha o'zimizdagi Oltiariq tumanidagi 7-sonli umumta'lim maktabda o'qiganman. O'qishga topshirish davrida ham birinchi yili o'qishdan yiqilgan paytimda onam aytgan, faqat o'qigan insonlarning farzandi o'qimishli bo'ladimi degan gaplari menga qattiq ta'sir qilardi-da. Yo'q, men bu narsani o'zgartiraman degan narsa bo'lgan menda, o'zimda va ko'proq harakat qilib, 2-yilda grant asosida Nizomiy nomidagi o'sha Toshkent davlat pedagogika universitetiga o'qishga kirganman va bu narsani eshitgan umuman qishloqdagilar, qarindosh urug' ustozlarimiz ham juda xursand bo'lishganda, chunki o'sha 2019-yillarda oddiy qishloq qizini Toshkentga grant asosida o'qishga kirib o'qishi bizni misol uchun Farg'ona viloyatida juda katta natija bo'lardi-da. Bir narsani tushunib yetganman, sabr qilgan odam hamma narsaga erishadi. Chunki agar men birinchi yil o'qishdan yiqilganimda, unda ham yomon bal bilan yiqilmaganman, lekin o'zim o'ylaganmanki, 1 yil tayyorlangan odam o'qishga omadi kelsagina kiradi va bilim 1 yil darajada o'qishga kiradigan darajada yetmasligini, oilaviy sharoit yoki qishloqni bir chekkasida turib ham shunaqa yaxshi o'qisa, yaxshi joyga ishga kirsa bo'lar ekan degan narsani o'sha abituriyentlikda tayyorlagan ustozlarimiz ham aytishganda, o'zi hamma inson qaysi kasbni egallamoqchi bo'lsa ham, menimcha o'qituvchining o'rni juda katta. Chunki u xoh shifokor bo'lsin, xoh advokat, qaysi kasbni egallamoqchi bo'lsa ham aynan shunchaki u kasbni egallab qolmaydi. O'qituvchining hissasi juda katta deb o'ylayman. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariniki. Shu o'rinda aynan boshlang'ich sinf ustozimiz Ermatova Hayotxon opaga va boshqa ustozlarimga ham rahmat aytib o'taman. Doktoranturaga kira olmaganimda ozgina afsuslangandim, lekin hozir juda xursandman. Hammasi yaxshilikka ekan. Mana agar men shu doktoranturaga kirgan bo'lganimda, bu yoqdagi shunday Qoraqalpoq millatini o'zini odamlarini madaniyatini ham o'rgana olmagan bo'lardim. Vaqt kelsa oziq-ovqatlarini, shevasini ham tushunmagan bo'lardim. Chunki noyabr, dekabr oyi 2 oy umuman faqat o'sha uyimizda o'tirgan holatda farzandim bilan tashqariga chiqmadik-da deyarli. Ishlamagan bo'lsak ham 1-2 oy ichida mana do'konga chiqishimiz yoki bozorga, umuman apteka qaysi yerga ishimiz tushsa ham umuman shofyorlarida ham, odamlarida nima desam ekan, to'g'ri so'zlik bor ekan. Halollikni ko'proq sezdim-da. Misol uchun, bu begona-ku, bu boshqa-ku degan narsa emas, faqat o'zidan qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilishlar ekan. Shu tomonlari menga yoqdi. Chunki haligi vaqt o'tgan sari bitta hududda ko'proq yashasangiz, odamlarning qanday ekanligini o'rganib borasiz-ku. Misol uchun, tashqi ko'rinish doim aldamchi bo'ladi. Birinchi marta ko'rganingizda, misol uchun hozir senlab gapirishi menga ozgina noqulaylik tug'dirgan bo'lsa, keyingi safar u odamlarni qayta-qayta ko'rganim sari ularni halolligi, boshqa bir insonga yordam berishi, haqiqatni achchiq bo'ladi-ku, lekin yuziga aytishi orqadan gapirgandan ko'ra yaxshiroq tuyuldi-da menga. Viloyatlardan kelib,
bilim berayotgan tajribali ustozlarimiz ham bor. Misolga aytadigan bo'lsak, Xorazm viloyati, Farg'ona, Buxoro viloyatlaridan, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlaridan kelib жұмыс істеп atibdi. Ustozlarimizga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyatidan kelib Adilova Xolidaxon ustozimiz kelib o'quvchilarga bilim berib atibdi. Zamonaviy metodlardan foydalanib, bugun o'quvchilarga kengden bilim berib atibdi. Ustozlarimiz bilan tajriba almasib atibdi. Bugungi ish tajribasidan kelib, ustozlarimiz bilan tez aralashib, keng metodlardan foydalanuvмен yaxshi aralashib ketdi. Har kuni mana shunday yaxshi kayfiyatda jonajon maktabimizga oshiqamiz. Chunki o'quvchilarimiz ham bizni kutib turishibdi. Endi qani yaxshi kayfiyatda darsga kiramiz. O'qituvchining kasbini bekorga mashaqqatli ham mas'uliyatli demaydi. Vaqti kelganda o'ylab qolaman, ota-onalar uyidagi ikkita farzandiga, misol uchun ikkita farzandini sho'xligini, vaqti kelsa xarakterini ko'tara olmasdan ota-onalarni farzandiga jahl qilganini ko'ramiz. Shunda o'qituvchining vaziyatini tushunadigan payt bo'ladi deb o'ylayman, chunki sinfda 15 ta, 20 ta, 25 tagacha o'quvchi bo'lsa, biz 25 xil xarakter bilan ishlashimiz kerak. Kimgadir unday, kimgadir boshqacha. Bittasiga qilgan muomalamizni ikkinchisiga qila olmaymiz. Xuddi shunday endi sinf rahbar bo'lganingizdan keyin u 25 ta o'quvchini 25 ta otasi, 25 ta onasi bor. Ba'zilari araschi, ba'zilari yig'loqi bo'ladi-da, lekin biz u vaziyatdan chiqishga qaror qilamiz va o'quvchini maktab muhitiga moslab olamiz. Ustoz degan men uchun ikkinchi ota-ona. Ustoz ham bizlarni o'z bolalarinidek ko'radi va hech qaysi o'quvchilarni ayirmaydi. Men o'zim Qoraqalpoq klassdan kelsam-da, o'zbek tili menga qattiq unab qolgani sababli o'z maktabda o'quv menga juda yoqadi. Dars o'tish jarayonida menga mehribonligi yoqadi. Ko'plab o'yinlar o'ynatadi, mavzuga mos va har darsni qiziqarli qilib o'tkazadi. Bizlarning muallimimiz Xolida Muzaffarovna o'zi Farg'ona viloyatidan kelib bizlarga saboq dars beradi. Darslari juda qiziqarli va mazmunli. Ustozning darslari juda ham yoqadi. Sababi ustoz hamma narsani qiziqli qiladi, o'yinlarni ko'p o'ynatadi va shunaqa qiziqarli darslar ko'p o'taveramiz. Maktab imkoniyatlari juda ham ko'p, har xil bepul to'garaklar bor va zamonaviy maktab. Bizlar har doim darsni zamonaviy texnikalar bilan o'tamiz. Ba'zan shunday vaziyatlar bo'ldiki, ish jarayonida hattoki farzandimiz uyda betob bo'lsa ham, unga qarashga boshqa odam topib yoki bog'chasiga jo'natib, kimlargadir iltimos qilib, maktabga kelib, o'sha yaxshi kayfiyatda kirib bolalarga dars berishga to'g'ri keladigan vaziyatlar ham bo'ldi. Chunki uydagilar aytib qolishadi, mana ishga bormasdan ham yoki bolaga qarab qolishga o'zing ko'proq qarasang bo'ladi-ku degan ba'zan shunaqa gaplar ham bo'lib turadi-da. Keyin aytaman, men bitta o'zimni bolamni o'ylasam, maktabdagi 25 ta qora ko'zchi, ular ham meni kelishimni kutishadi. To'g'ri, oilalimiz, ayol kishimiz, bolalarimiz bor, uyda qaynona, qaynota, boshqa oila a'zolari degandek, lekin o'qigan yoki o'sha tushungan hamma ayollarimiz ham ishni ham oilani ham birdek olib ketishga o'rgangan. Soat 11-12 bo'ladimi? Ertagalik darsim bormi? Albatta shunga tayyorlanishim kerak degan narsa mas'uliyat bo'ladi menda. Chunki hozirgi kunning yoshlari bizni paytimizdagiga qaraganda ancha ilg'or. Chunki bizni paytimizda birinchi navbatda bunchalik zo'r zamonaviy sharoitlar bo'lmagan. Kitoblar ham u darajada yetarli bo'lmasdi-da. Biz ham kutubxonaga kirsak, misol uchun vaqt kelsa bitta kitobni 2-3 kishi yonma-yon o'tirib o'qigan paytlarimiz yoki imtihonlarga ham 1 oy, 1,5 oy avval bilet savollarini olib tayyorlangan paytlarimiz bo'lganda, lekin hozirgi kunda mana elektron kutubxonalar mavjud, bemalol foydalansa bo'ladi yoki bizga kerak bo'lgan misol uchun oddiy dars o'tsa ham, adabiyotmi, qaysi fan bo'lsa ham video darslar, video qo'llanmalar bilan bemalol kitobi yo'q o'quvchiga ham ma'lumotni to'liq yetkazsa bo'ladi-da. Bugungi kunni o'qituvchisini bemalol siz aytmoqchi bo'lgandek qahramon desak bo'ladi deb ayta olaman. 15-20 yil ortga qaytadigan bo'lsak,
unga nisbatan hozirgi imkoniyatlar juda keng. Misol uchun eng oddiy misol, doskaga borda yozilgan bo'lsa, vaqtgisi ko'p yozilganidan ustozni boshlari, kiyimlari chang bo'lib ketgan holatlar bo'lardi-da, borni changida. Hozir bo'lsa elektron doskalar. Bemalol istalgan mavzuyimizni o'sha tayyorlangan taqdimotimiz bo'ladimi, slaydmi, dars ishlanmami, hammasini elektron doskalardan bemalol foydalanib ko'rsata olamiz. Bizni paytimizda, shu maktabda o'qib yurgan paytimizda bitta ikkita o'qituvchida o'sha notebook kompyuteri bo'lardi va nimadir chiqartirmoqchi bo'lsak ham qayergadir borishimiz yoki o'sha tumanimiz markaziga borishimizga to'g'ri kelardi-da. Hozir esa keng imkoniyatlar yaratib berilgan. Elektron doskalar, xonalarning yorug'ligi, dars o'tishga qulayligi bugungi kunda o'qituvchilarga hamda bugungi kunning yoshlariga, o'quvchilarga imkoniyatlar kengligidan darak beradi. O'qituvchilarga sharoitlar shunaqangi yaxshiki, biz o'sha siz aytmoqchi, avval o'qituvchilarning oyligi kamligidan ko'pchilik nolirdi va o'qituvchilik kasbini ko'pchilik tanlamasdi-da, lekin o'sha muhtaram prezidentimizni yaratgan imkoniyatlari, sharoitlari sabab hatto o'qituvchilarning oyligini 12 milliongacha ko'taramiz degan gaplari biz o'qituvchi bo'lib ishlashni endi boshlagan paytlarimizdayoq bizga qo'shimcha kuch bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda o'sha yoshlarimiz bemalol o'qituvchilik kasbini egallasa bo'ladi, chunki yaratilayotgan imkoniyatlarimiz juda ko'p. O'zini yashayotgan hududdan chetroq hududga borib ishlasa, oyligiga qo'shimcha haq qo'shib beriladi. Bizda ham hozir xuddi shunday narsa bor. To'g'ri, endi 3 baravar, 5 baravar deganini bilmadim, lekin oyligimizni foizi hisobida oyligimizga nisbat olib 20% miqdorida ustama to'lanadi. Shunday imkoniyatlar yaratilayotganidan avvalo o'sha davlatimiz rahbariga, muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz, chunki oddiy o'qituvchi bo'lib turib ham bemalol o'zimizga kerakli sharoitni uyimizda ham yarata oladigan darajada, kerakli mablag'ni, moddiy ta'minotni ta'minlay oladigan darajaga yetdik va shunday o'sha yaxshi joyda ishlashimizga sababchi bo'layotgan, maktabni o'zini hududida yaxshi sharoit yaratib berayotgan ahil jamoa va o'sha maktab rahbariyatiga ham, direktoriga ham rahmatimizni aytib o'tamiz. Bizlarning maktabimiz yaqinda ochilgan maktab bo'lganligi sababli bu yerda barliq shart-sharoitlar ham imkoniyatlar yaratilgan. Biz yoshlar bu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda yosh kadr hisobida men yaqin arada жұмысқа kirdim. Kitobxonachi bo'lib ishlayman. Kasblarimiz barlig'i yuqori tajribaga ega bo'lgan muallimlar o'z bilimlarini o'sha kunga shekim yosh avlodga berib kelmoqda. Kasblarimiz holida yuqori ma'lumotga ega ham juda tajribali bir pedagoglarimizdan biri. Holida kasblar arasida juda bir ulgili, o'quvchilarına o'zining barliq bilimlarini berib, qo'ldan kelgancha o'quvchilarida ulgili bir yaxshi jag'idan ko'ringan kasblarimizning biri. Turmush o'rtog'im ma'lumotlari oliy bo'lmaganda, men magistraturaga kirganimdan so'ng ular ham harakat qilib, o'qishga kirib, hozirgi kunda talaba ular va ular o'zlari aytadilar, men o'qimaganimga yarasha deb o'sha avval aytardilar, o'qishga kirgunlarigacha bo'lgan mudda. Siz o'qishingiz kerak. Hamma vaziyatda qo'llab-quvvatlaydilar, tushunadilar meni doim. Keyin o'zlari universitetga borgan paytlarida ham professorni turmush o'rtog'i nima gap deb so'rashibdi-da, endi sheriklari, umuman o'qituvchilar so'ragan ekan, u professor doktoranturaga kira olmasdan hali ham maqola yozib yotibdi degan gaplarni gapiribdi-da. Shunda aytdilar, professorni turmush o'rtog'i deb gapirishganda o'zimda boshqacha hissiyot uyg'ondi. Siz albatta professor bo'lishingiz kerak ekan degan gaplarni gapirdi-da va Xudo xohlasa ota-onamni, umuman qaynotam ham vaqti kelsa juda ko'p o'rinlarda qo'llashganda. Turmush o'rtog'im oilada 3 ta o'g'il, ularning oilasida qiz farzandi yo'q va men birinchi kelin bo'lganligim uchun ham o'zlarini qizlaridek ko'rishgan, qo'llab-quvvatlashgan, o'qishim uchun sharoit yaratib berishganda. Turmush o'rtog'imdan ham, qaynotamdan ham juda minnatdorman, ularga rahmat aytaman. Misol uchun o'quvchim yoki o'quvchimning ota-onalari ham tanish bo'lib qoldi-ku, qayerdadir ko'rsa, ustozim meni deb kelib salomlashi yoki boshqa misol. Oddiy o'zimizdan misol 6 yil davomida birinchi ustozimni ko'rishga vaqtim bo'lmagan bo'lsa ham, o'sha o'tgan yili borgan paytimda ustoz ancha xursand bo'ldilar-da. Birinchi o'quvchim, mana birinchi sinfligida o'qitgan o'quvchim shu darajaga erishibdi, magistr diplomigacha olibdi degan narsani eshitib xursand bo'ldilar-da. Men ham xuddi o'quvchilarimdan vaqti kelib qaysidir jurnalist yoki advokat, shifokor bo'lib yoki o'zimizdek o'qituvchi bo'lib
shu ustozim meni o'qitgan, shu ustoz o'qitgan sababli shu ona tili adabiyot fanini tanlaganman yoki ustozlik kasbini tanlaganman desa, bu men uchun eng katta yutuq bo'ladi. Men Xolida ustozimga rahmat aytaman. Rahmat sizga ustozlar. Ustozlar, biz sizlarni juda yaxshi ko'ramiz.